Assalomu alaykum hammaga. Cobalt 4-pokoleniya propan. Bizda bo'lib turgan muammo gazda оборот o'ynab turibdi. Zaslonka yuvilgan, boshqa qilma hech narsa foydasi yo'q. Menimcha bilinib turibdi o'ynab turgani kamerada. Motor вообще qaltirab ham qoladi. 4-silindrni shlankasini qissak joyiga keladi. Maptachik ichidan o'tib borgan shlang, ma'lumotini aytib o'taman. Buni bosimini map o'lchash uchun turibdi bu yerda. Hozir buni aybi hozir bunday qilsak tep-tek so'qib qoladi. Reduktordan sug'ursak, hozir ko'rsak, mana shundan gaz chiqaryapti ekan. Даже ishirmayapti, u ko'piklarni yo'qotib tashlayapti. Gazni hidi chiqib ketdi. Shuni ichidan kelib, mapning ichidan o'tib, kollektorga doполнительный gaz berib turibdi hozir. Gaz deganda endi propan berib turibdi. Shuning uchun ham 4-silindrga yaqin bo'lgani uchun 4-ni yoqsak, mashina tekis ishlab qolyapti. Sabab bu yerdan borgan gaz bilan bo'limini ishlasa bo'ladi-da. Sizlardan shunday bo'lsa, shu joyini ko'rib qo'yasizlar. Shundan gaz chiqardi. Mashina turtilib, siltashlariga ham sabab bo'ladi shu narsa. Ana. Gaz berib turibdi, qaltirab qoldi mashina. Videoda bilinmaydi ekanlar qaltiradi. E'tiborlaringiz hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.